Selamünaleyküm kanallarımız hürmetli azarları, hürmetli dostlar. Bugünkü satığa çıkan xonadonimiz Urganch shahrimizning ajoyib mestasında yo'la yaqin yerda, yo'ldan bir uzoqqa 50 metr yurib chiqasizlar. 12 marshruti yurib turibdi MTS'da. 2 qavatli podkulich holatda 240 kvadrat metr bo'lgan xonadon bilan tanishib o'tamiz. Albatta mashinkadan parkovочный mestalari bor, kanalizatsiyalar chiqqanidan 2 mashina orqaga sig'adi. Fasadlar ham travertilla qilingan, ham balkonga ega. Bedenin stupenka qilingan, ustidan mramorlar ham bo'lgan. Girish eshiklari yarma ajoyib koreyskiy ishlardan qo'yilgan. Bismillahdan giramiz. Girgandan koridor joyi yana перехожий mestalari bor. Chap tarafimizda перехожий mestalari, oyoq tiklaridan ham chiroyli kafelardan foydalanib chiroylatib o'tib qo'ydilar. Bedenin suv nasosan qo'yilgan, suv cho'chiklari bor. Bu tarafimizda esa rakonlar o'rnatilgan. Osma yillaridan ajoyib sifatli yillaridan. Kafellar qilingan, elektrik avtomatlari bor. Oboylar ham Atacento oboylaridan. Bir yana yo'tgan signalishlik koronalar ham o'rnatilgan. Zerkalar chiroyli qilib yopishtirib qo'ydilar izlayning. Akkurat etib. Joyimizning umuman hech bir yerine gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu yerda televizor zonalarini ham chiroyli qilib zo'tganlardan postavkalari, hurmatli vatandoshlar, dalonimiz razmeri 6 ga 720 razmerda tushgan. Lyustralar osilgan. Patologlarimiz chetlari gips kordon bilan qoplanib, galogenlarcha o'rnatganlar. Katta dalon. Sizlar pastda bir zal, oshxona, keyin sanuzelli bir daloni bor. Yuqorida 3 xonasi bor. Ham bog' ham katta. Bu tarafda lestnitsamiz quyma, ustidan yog'ochlar bilan chiroyli qilib zo'tib qo'ydilar. Yurtgan akkuratniy variantda bedeni zerkalar ham o'rnatganlar. Led chiroqlarni tashlab, daraklarini bu yerda sanuzel qismi bo'ladi. Ishlari plastik romlardan. Ayak tilamiz teplый pol. Sanuzeldan birinchi etajning polni hamma teplый. Böyle senin vandan ham kattasidan qo'yilgan, unitazlar, osma rakonalar ham o'rnatilgan. Patologlarimiz natijoy, dimoqo'y joylari bor. Galogenlar ham qo'yilgan. Ajoyib planovkada solingan. Birimiz zal qismi bo'ladi. Eni 4, uzinasi 570 lar bor. Laminatlar yayilgan, oyoq tiklar teplый pol qilingan. Devorlarda oboylar ham Atacento oboylaridan. Lyustralar osilgan. Aynalar plastiklardan, galogenlarcha o'rnatib qo'ydilar, eshiklar ham yaxshisidan qo'yganlar. Bu yerda esa kir mashin toshchalari, aristollar qo'yilgan, teplый pol kollektorlari bu tarafimizda. Halayini ilib qo'ysangiz ham yoki ochib ilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sizlar o'zlaringiz yurib ketib. Kuxniy mebellari bor, fartiklar qilingan. Tayyor xonadon, gelib doğru döşeştirib yashaydigan. Mebelimiz içinde yine zamonaviy do'konda seniya to'plangan qo'yilgan. Bog' qismi krugoy stechka bor, o'rtada zelyoniy zonasi bor, yashil maydonchasi, bemalol topchan qo'yib dam olib o'tirish uchun sharoitlari bor. Barbishlarni o'tish uchun messalar bor. Böyle daborlar qo'yilgan. Ishlarni yaxshisidan qo'yganlar. Dokumentdan ku muammosi yo'q. Endi ikkinchi qavat bilan tanishib o'tamiz, hurmatli do'stlar. Chiroyli qilib dil bilan o'tganlar. Mana ham zo'r narxda. Hurmatli vatandoshlar, bu tarafimiz zal qismi bo'ladi, yarma eshiklardan aynalar xilisidan qo'yilgan. Zalimiz 6 ga 720 razmerda tushgan, balkon qismi bor. Balkon ham katta, yozda chiqib bir dam olib o'tirmoqqa ajoyib mesta. Bu yerda televizor uchun rozyetka antenna joylari bor. Patologlarimiz o'rtalari natijoy, ak, matviy natijalardan foydalanib qo'ydilar. Led chiroqlar ham tashalgan. Oboylar mo'ysha oboylardan. Birimiz registrda qiladi, yana ko'rib turgansiz 2 yilda registr tashalgan, qo'rg'alari ko'p edi. Plyuslarcha o'rnatganlar. Mesela ikinci etajda sanuzel joyi. İşləri alyumin ramlarından. Bir ham teplый pol. Yani bir de teplый pol kollektorlari, rakoina, unitaz, bir nesi dushovka qo'ydilar. Kafel qilingan, patologlar esa natijoy bo'lgan. Suv svet gazidan muammosi yo'q. Yan tarafında bog'cha maktablar ham bor. Transport o'tib turibdi yanından. Rasentr bozor ham yaqin. Uzgazel zapravka, zapchas bozori, eski mashin bozorlari ham yaqin yerda joylashgan. Birimiz katta spalniy, eni 3,5, uzinasi hurmatli vatandoshlar 5,5-6 metrlar bor. Tarafimizda esa yana bir spalniy, bu DST spalniy qilsangiz bo'ladi. 3,5, 371 arayandan qo'shsa 570 lar bor. 560, 570, 6 metrlar ham chiqmasa. Oboylar qilingan,
Lyustralar asılgan, registrlar qo'yilgan, patogonliklari bor. Joyimizda главный dokument tayyor, to'g'ri oformaya bo'ladigan, narx ham zo'r, ham yo'l ham yaqin, patkulish tayyor xonadan qarab yurgan vatandoshlarimiz uchun ajoyib variantlardan birisi. Telefon qilsangiz mülkiyatni yanına olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib, kelishib olishimiz mumkin. Narxi $95.000, ustida kelishadigan yeri bor. Eğer kanallarımıza abone olmalı olsa, kanallarımıza yangilar bo'lsa, abone bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursansizlar, sizlarga e'tiborlaringizni ajoyib xonadonlarni taqdim qilib boraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi video roliklarda görüşünce xayrlab qolamiz.